kimga arzonroq variantini so'raganlar uchun 450 mingdan 10 ta bor. 3 metrga 3,5 metr. 10 ta? 10 ta. 10 ta 450 mingdan mana sizlarga bonus aloqaga chiqishaveradi. 298, balandligi 375. 375, 298. Yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Obunachilar uchun razmer tushib qolsa, siz obunachilaringiz uchun 1 milliondan ketadi. 1 million. Ramazon oyi uchun. Bonus. Agar razmer to'g'ri kelib qolib, siz obunachilaringiz uchun razmerim to'g'ri keldi, arzonroq qilib ber deyishganlar uchun sizga bonus sifatida 500 mingdan qilib beramiz obunachilar uchun. Balandligi 365, enigi 375. Bitta Qashqadaryo emas, O'zbekiston bo'ylab, Xorazm, Buxoro, Qoraqalpoq qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar olib borib ustonomga qilib beriladi. Mana bu darvoza bilan ash gulli darvoza Surxondaryoga o'rnaydi aka. Ha, bu Surxondaryoga zakaz olingan Surxondaryo. Assalomu alaykum, hurmatli va a'zolar YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Beshkent shahrida joylashgan mana Birova darvozalariga tashrif buyurdik. Azizlar, hozir manzil tushuntirib o'tamiz. Beshkent o'sha yo'lida Xalq bankini o'sha yonida joylashgan sentrda mana yo'lda bu yerga bemalol tashrif buyursangizlar bo'ladi. Batafsil video davomida o'z narx-navolari, qayergacha dastlabki bo'ladi, hamma narsasini aytib o'tib ketamiz. Azizlar, hozir bizga Umidjon o'sha tushuntirib o'tadilar, o'sha narx-navolari haqida, nima yasaladi, hammasini dastlabkilari haqida o'sha aytib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Bizga o'sha tushuncha bersangiz, narx-navolari nimalar yasaladi, qayergacha dastlabki bo'ladi? Hunarmand TV kanali obunachilar uchun maxsus video syomkani chiqaradi birinchisi. Xohlasa aka siz nomingiz bilan chiqsa, bonuslar qilib beramiz. 20 ta qilib beradi. 20 ta. Hop. Dastlabki aka O'zbekiston bo'ylab bor. Qo'shni davlatlarga ham bor, kelishilgan holatda. Bemalol aloqaga chiqishaversin. 12 davlatga bemalol. Qashqadaryoni qaysi chekkasi bo'lishidan qat'iy nazar. Bitta Qashqadaryo emas, O'zbekiston bo'ylab, Xorazm, Buxoro, Qoraqalpoq qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar olib borib ustonomga qilib beriladi. Ustonovkalari ham bor, ha? Hammasi ichida. Hammasi ichida bo'ladi. Kachalardan boshlab ketaylik birinchisi. Endi bundan buyoqqa sezon boshlanyapti. Tapchan kachalardagi 3 million so'm aka. Narx-navosi. Hop. Tapchan so'ri deydi. 360 ga 2,5 metr. 2,5 metr. 2,5 million so'm shu holatdagi. Taxtani o'zlari moslab qo'yib olishadi. Taxta xohlasa do'stga qo'yib olishadi. Shu tayyor holati shunaqa narxi. Mana shu holatda, ha. Aloqaga chiqsa borib tashab kelinadi. Bu darvozamiz haytay fason deyiladi aka. 2 qavatli fason qadar, yoki 2 qavatli yasalgan. Orqa tomoni 1.8, oldi 1.3lik. Yon atroflari shivillarda bo'lgan. Bular narxlari qancha? Buni kvadratiga 1 milliondan qilib beriladi. Kvadrati 1 million. 1 milliondan. Qimmat deyishganlar uchun orqa 1.8, yon atroflari shivillar. Oltiga turlari ham 1.7 stenada bo'lgan. Arzon variant 800 mingdan chiqadi. Listlar 0.9, oldi orqasi 1.3 listdan bo'ladi. O'sha narxga qarab o'zgaradi. Detaliga bog'liq. Ha, shuni. Xuddi shu fasonda mana yasalayotgan varianti. Bu ham 2 qavatli aka. Shumka bo'lgan. 2 qavatli shumka bo'lgan darvoza. O'tgan yil ham bu trendda bo'lgan darvoza. Salomat bo'ling. Bo'tsimsiz? Qarab qo'ying. Rahmat o'zingizga. Charchamayapsiz? Bular 1 millionlik variant aka. 1 millionlik varianti 800 ming. O'sha hozir aytganimda detallariga bog'liq xolos. Shumkalar bo'lgan ekan mana kattalar. Ha, shumka bo'lgan, 2 qavatli. Orqasi 1.8 lista bo'lgan aka. Bizda aka eng arzon varianti 500 mingdan boshlanadi kvadrat. 500 mingdan qanchacha bu? 500 mingdan 3 million 4 milliongacha bor. 3 million 4 milliongacha bu. Ha, video davomida narx-navosini to'liq aytib o'tamiz. Xo'p, mana bu darvoza bilan ash gulli darvoza Surxondaryoga o'rnaydi aka. Ha, bu Surxondaryoga zakaz olingan, Surxondaryoga o'rnatilgan mana darvoza. Buni kvadrati 800 mingdan chiqadi. Bu 800 mingdan. Oynali bo'lgan. Ha, oynali bo'ladi. Ha. Oynali darvoza ekan. Mana variant mana buni Kapalay fason ham deydi, Dubay fason ham deydi. Temirga yaxshi tushunadigan insonlar o'zi ko'rgan holatda ham biladi. Shumkali 2 qavatli variant, 1.8 lik, oldi orqa ham 1.8. Oldi orqa ham. Yon atroflari mana shivillar aka. Bular kvadratiga eng arzon varianti 1 million 200 mingdan 1 million 800 minggacha chiqadi. 1 million. Detallarda farq qiladi xolos aka. Ha, tushunarli. Hop, arzon variantini so'raganlar uchun aka mana arzon varianti
Bu arzon variant ekan. Ha. Mana shunisi aka 500 mingdan beraman siz obunachilaringiz uchun. Hunaman TV kanalida chiqsangiz 500 ming so'mdan Lekin hozir zakaz qilishadigan bo'lsa, buni 700 ming, eng arzon variant 600 mingdan. Lista 1.2 yonlar 8.6 turda bo'lgan. Agar razmer to'g'ri kelib qolib, siz obunachilaringiz uchun razmerim to'g'ri keldi, arzonroq qilib ber deyishganlar uchun sizga bonus sifatida 500 mingdan qilib beramiz obunachilaringiz uchun. Balandligi 365, enligi 375. Mana, agar razmer to'g'ri kelsa, Razmer to'g'ri kelib qolsa. qilib berishaylik. Hop, mana Samarqand fason. Bu Samarqand fason ekan, ha? Samarqandga o'rnaydi bu darvoza. Bu Samarqandga zakaz ekan. Samarqandga ketadi. Bu qanchadan? O'zbekiston bo'ylab. Buni 1 million 400 mingdan qilib beriladi. 2 qavatli shumkali variantda. 2 qavat shumkali bo'lagan 1 million 400 mingdan yasab Ha, endi buni mehnati o'shanga yarasha bo'ladi. Bir haftada suvarish ishlasa, bir hafta kraskachi. Mehnati ham shunga yarasha og'ir. Vaqt ko'p ketadi. Chunki buni har bittasi qo'l mehnati. Buni joy-joyiga qo'ydirib, ha. Endi bular aka tayyor razmerda keladi. Kesib turib, yopishtirib qo'yilsa bo'ldi-da, ish tez bitadi. Endi bu variantga listli fason 1.8 list, yon atroflari shviller. Oltiga to'llar ham 1.7 stenada bo'lgan. 1 million 100 mingdan yasab beriladi. Bir qavatli varianti. 1 million 100 ming. 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa, 1 million 200 ming, 1 million 300 mingdan chiqadi. Ha, bu o'zi bir qavat, ha? Ha, bu ikkalasi ham bir qavat. Divaynoy bo'lsa, narxi o'zgaradi. 1 million 200 ming, 1 million 300 mingdan chiqadi. 1 million 200, 1 million 300 ming bo'ladi. Bu ham hamma detali qalinda bo'lgan. Shviller, raski shviller. Eniga 2.98, balandligi 3.75. 3.75, 2.98. Yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Obunachilar uchun razmer tushib qolsa, siz obunachilaringiz uchun 1 milliondan ketadi. 1 million. Ramazon oyi uchun. Bonus sifatida shu Hunaman TV kanalida chiqsangiz. Bonusi ham aka mana 3.95 bo'yi, 2.90 eni. Bunisi ham aka 1 milliondan siz obunachilaringiz uchun. Shu Hunaman TV kanalida chiqsangiz 1 milliondan razmer to'g'ri kelsa, bemalol sразу olib o'rnatib beraveramiz. Ustanovkasi ham chi bo'ladi? Ustanovka zamogacha qo'yib beriladi aka. Zamoglarigacha qo'yib beriladi. Zamogacha qo'yib beramiz. Telefon raqamini qo'yamiz, aloqaga chiqasizlar ustaga. Bemalol O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor aka. Yana bu tomonda yasalayotgan darvoza shu Samarqand fasonda boshqacharoq varianti. Hozir jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. O'sha katalog asosida ham yasatsa bo'laveradi. Albatta. Mana kichikroq variant. Bu Qarshi shahriga o'rnaydi o'zi. Bu zakaz ekan, Qarshi shahri. Gruntopkasini sepib qo'ydik. Hamma darvozani gruntopkasi sepiladi aka. Ha, gruntopka обязательно hammasi sepiladi. Hammasi sepiladi. Bular kvadrat qancha? 2 qavatli. 1 million 400 mingdan chiqadi aka. 1 million 400 ekan, Divayno, ya'ni 2 qavat bo'lagan bilan. Orqa tomondagi mana xuddi shundan, bu ham trenddagi darvoza 2-3 yildan bos. Haligi zakaz ko'p olinadi shundan ham. Bu ham Divayno, ha? Bu ham Divayno, ko'p Divayno ekan. Bular narxlar qancha? Bu ham o'sha aka 1 million 200 mingdan 1 million 800 minggacha chiqadi. 1 million 200 dan 1 million 800 gacha. Endi o'rtacha narxdagisi 1 million 400 mingdan chiqadi bulardik. Shunga qilingan, как положено. Mana buni darvozalar aka 3 metr, balandligi 3,5 metr. Mana birinchidagi, bu ham mana 3,5 Hop. Kimga arzonroq variantini so'raganlar uchun 450 mingdan 10 ta bor, 3 metrga 3,5 metr. 10 ta? 10 ta. 10 ta 450 mingdan mana sizlarga bonus aloqaga chiqishaveradi. Razmer to'g'ri kelsa yozib qo'yamiz. 3 metr, balandligi 3,5 metr. 3,5. Proda chang bo'lib turibdi. Tushunarli. Kachelar yursa yangi darvoza. O'rnatib berish ishida bilan alohida bilan. O'rnatib beramiz aka. O'rnatib berish ham mana o'rnatib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib. Aloqaga chiqishaveradi aka. Azizlar, hozir o'sha darvozalarning fason turlari ko'p ekan, o'sha batafsil hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz katalog asosida. Fasoni ko'p, juda ko'p aka. Mana hozir o'zida katalog o'zida 3 tadan oshiq variantlar bor-da. Bu hozir ekranga ham qo'yamiz shu rasmlarni. Ha, mana varianti ham trenddagi darvoza. Trenddagi. Ha. Juda ko'p buni. Variant juda ham ko'p ekan. Agar masalan o'zlari internetdan olib ham sizlar tashlasa, yasab beraverasizlar. Albatta, u razmerni tashlab, fasonini tashlasa bizga yasab beramiz. Buni kelishsak bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Temirdan musofirdan turib ham kazalar, reshotka, barellar, tapchan, kachaylar hammasini yasab beramiz. Hamma xizmatlar bor. 12 viloyatga kelgan bemalol murojaat qilaverasizlar. Albatta. Ustamizga o'sha musofirdan turib ham zakaz bersangizlar bo'ladi.
aloqaga chiqasizlar. Mana telefon raqamlari, WhatsApp, Telegram hammasi bor shuni. Bor aka. 99lik 007 01 03. Mana shu raqamlarga ekranga ham bo'ladi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar bemalol. Shu 12 ta viloyatga zakazlar olib, nasib bo'lsa chiroyli qilib yasab berishadi. Hozir Beshkent shahrida biza mana o'sha darvozani so'ragan aka-ukalarimiz video qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.